hatto mana shu ittifoqqa a'zo bo'lgan mamlakatlar migrantlariga munosabat o'zgarmayapti. Bu o'sha Qirg'iziston. Bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining muhim a'zosi Qirg'iziston. O'z birinchidan ko'p emas u yerda davlatlar, shulardan biri Qirg'iziston. Lekin ulardan borgan mehnat muhojirlariga nisbatan munosabatni ko'rdik. Hattoki Qirg'iziston e'tiroz bildirgandi, yo'q, hammasi joyida edi. Biz qonun bo'yicha harakat qildik deyapti. Mana shunday vaqtda ittifoq to'g'risida o'zi gapirish mumkinmi, Abdulla aka? Bu qanday ittifoqki, qachonki uning a'zolari bir-birida teng ko'rilmasa? Mana tashkilotda to'g'ri aytdingiz, tashkilotda ustavida ham, dasturlarda ham ko'rsatilyaptiki, tovar erkin aylansin deyapti, birinchi maqsad. Kapital erkin aylansin. Mayli bu sohada ham ikki sohada u migrantlar masalasi, ishchi kuchi harakatlanishini aytmang, lekin mana shu ikkita sohada ham juda ham katta muammolar bor yoki kapitalning erkin harakatlanishi bo'ladimi? Lekin mana tovar masalasiga kelganda hamma o'zining manfaatdan kelib chiqib ertaga tashkilotni maqsad vazifalarga zid xatti-harakatlarni kuzatyapmiz. Bu Qozog'istonni Qirg'izistonga nisbatan, Qirg'izistonni mana shu Qozog'istonga nisbatan munosabatlarda ko'ryapmiz yoki Armaniston birorta bu tashkilot a'zosi bilan chegaradosh emas. Masalan, bu yerda endi juda ham bir maqsadlarni amalga oshirish qiyin. Bu faqat Rossiyaning bir siyosiy manfaatlariga xizmat qilayotgan bir tashkilotga o'xshab qolayapti. Chunki Armaniston haqiqatda manfaat ko'rmayapti. Endi Belarus bilan chegaradosh emas, Rossiya bilan chegaradosh emas, kamida bitta davlat hududini kesib o'tishiga to'g'ri keladi. Yoki bu yoqda O'zbekiston, Qozog'iston bilan chegaradosh emas, demakki Armaniston endi o'ziga yarasha manfaat keltiradigan tashkilotlarni izlayapti. Yoki mana oladigan bo'lsak, bundan tashqari siz aytgandek mehnat muhojirlari mana shu Qirg'iziston fuqarolariga mana hatto milliy madaniy markazini o'sha Rossiyadagi vakiliga nisbatan politsiyani kuch ishlatgani, uni xonadoniga, kvartirasiga bostirib kirganini ham masalan bir ittifoqchilik munosabatlariga ham to'g'ri kelmaydi. Masalan, ham ikki tomonlama ham Yevrosiyo ittifoqi doirasidagi ittifoqchilik munosabatlariga, ruhiga umuman to'g'ri kelmaydi. Juda ham bir to'g'ri masalani o'rtaga tashladingiz. Avvalgi shundan keyin savol paydo bo'ladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kelajakda Yevroittifoq darajasida rivojlanishi mumkinmi? Endi bu narsa to'g'risi ko'proq Rossiya Federatsiyasiga bog'liq bo'ladi. Bu yerda Rossiya faqat mana shu a'zo davlatlarni Yevropadan, AQShdan yoki boshqa davlatlardan qizg'anavermasdan mana shu doirada hamkorlikni kengaytirsa, jo'yali taklif va tashabbuslarni ilgari sursa yoki mana boshqa mamlakatlar, olaylik O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Belarus, mana shu davlatlarning ham takliflari inobatga olinsa, bu yerda Yevropa ittifoqini ham masalan tajribalardan foydalanish mumkin. Agar mana shu tajribalardan kerak bo'lsa, o'sha keraksizini chiqarib tashlab kerakligini olinadigan bo'lsa, albatta bu istiqbolli bo'ladi. Chunki ertaga bu tashkilot a'zolari rivojlanib ketadigan bo'lsa, albatta nima uchun Gruziya kirmaydi? U mana ayrim bir islohotlar tufayli AQShdan AQSh deyarli yuz o'girdi. Yevropa ittifoqi masalan yuz o'girib turibdi, sanksiyalar qo'llayapti. Yevropa ittifoqi kirish masalasi og'riqli bo'libdi, juda og'riqli bo'lib turibdi, juda ham qiyin masala. Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, agar mana shu o'z nomi bilan iqtisodiy ittifoq doirasida ko'zda tutilgan faqat iqtisodiy masalalar ustun turadigan bo'lsa, ana unda siz aytganingizdek Yevropa ittifoqiga o'xshagan tuzilmaga aylanishi mumkin. Lekin hozir hech qaysi bir mamlakat olaylik o'zining suverenitidan voz kechmoqchi emas. Hattoki endi mana Yevropa ittifoqi doirasida bilamiz, juda ko'pchilik davlatlar ustida masalan nadnasionalniy deydi, mana shunday organlar bor. Endi sobiq Sovet respublikalari bunga tayyormi yo'qmi yoki hozir albatta Rossiyadan xavotirlar bor, ayniqsa Ukrainada amalga oshirayotgan operatsiyasimi yoki urush deymizmi? Mana shu urushdan so'ng endi olaylik
Rossiyaga ancha ishonch dars ketyapti. Endi hozirgi kunda Rossiya tashabbusi bilan olaylik, ASEAN bilan Shanxay hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar yoki Afrika ittifoqi bilan Yevrazes va mana shu tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirishga harakat qilinyapti. Lekin ming afsuski, hozircha siyosiy ishonch yo'q Rossiyaga nisbatan. Qachonki Rossiya siyosiy masalalarni ro'kach qilib iqtisodiy aloqalarga xalal bermasa, albatta mana shu tashkilotning kelajagi porloq bo'ladi. Keyinchalik Janubiy Kavkazdagi Gruziya qo'shilishi mumkin, Ozarbayjon, bu yoqdan Moldova qo'shilishi mumkin, lekin yoki mana Tojikiston qo'shilishi mumkin kelajakda, yoki O'zbekiston kuzatuvchi maqomidan uning a'zoligiga masalan qo'shilishi mumkin. Chunki O'zbekiston qo'shiladigan bo'lsa, bu tashkilot masalan yanada kuchayishi mumkin. Chunki O'zbekiston mana salkam 40 million aholiga ega bo'lgan, sanoat ishlab chiqarish bo'yicha Markaziy Osiyodagi eng bir kelajagi porloq va istiqbolli mamlakatlardan biri hisoblanadi. Hozirgi paytda endi mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha Markaziy Osiyoda O'zbekistonning oldiga tushadigan mamlakat yo'q va hatto qo'shnilarimiz ham ko'proq xom ashyo mahsulotlarini sotishga ixtisoslashib qoldi. Shuning uchun ko'proq Rossiyaga bog'liq bo'lib turibdi bu yog'i. O'zini qanday tutishiga. Lekin ijobiy tendensiya ko'rsatmayapti Abdulla aka. Hozircha ko'zga tashlanmayapti. Masalan, O'zbekiston ham bu tashkilotda o'z kuzatuvchi maqomida, to'g'rimi? Eng kamida shunga yarasha migrantlar bilan muomala qilish kerak. Lekin qarang, bu qanday jalb qilmoqchi shu tashkilotga? Mana Qirg'iziston shu tashkilotga a'zo bo'lgani holda qirg'izistonlik migrantlarga munosabat ko'rsatganda kim shu tashkilotga a'zo bo'lgisi keladi yana? Yoki O'zbekiston bu yerda kuzatuvchi maqomiga ega. Lekin munosabat o'sha. Hali juda ham ko'plab to'siqlar bor. Abdulla aka, endi yana bir masala borki, o'z tashkilotlar ham ko'p. Bunday olib qarasa, mana shu hududdagi davlatlar bir qancha tashkilotlarda birgalikda a'zo. Deylik, masalan, SHOS. Bu yerda SHOS bor, bu yerda Yevrazes bor, EAS bor. Bundan tashqari SHOS va SHOSdagi katta davlatlar yana BRICSda ham. Bu bir ikkinchisiga urilib ketmaydi. Juda ham haqiqatda bir xuddi Kirilovning masalaga o'xshab hamma aravani har tomonga tortyapti-da. Agar mana esenga, ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stligini o'zi yetardi. Mana bu ham bor. Agar Rossiyaning siyosiy ambitsiyalari, maqsadlari bo'lmaganda, mana shu tashkilotning o'zi yetarli bo'lardi va hatto birinchi prezident Islom Karimov ham juda ko'p bor tanqid qilgan. U paytda endi bojxona ittifoqi deymizmi, boshqa nomlar bilan atilardi va o'shanda ham aytilgan ediki, agar mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi, ya'ni erkin savdo to'g'risidagi, ya'ni erkin savdo bitimi imzolangan, mana shu adashmasam 7-8 ta mamlakat o'rtasida mustaqil davlatlar hamdo'stligini, agar mana shu erkin iqtisodiy zona ishga tushadigan bo'lsa, bundan Rossiya ham yutadi, O'zbekiston ham yutadi, Gruziya va boshqa. Hozir o'sha tashkilotlar rivojlantirilganda iqtisodiy tomondan muammo bo'lmasdi. Hozir birorta na Ukraina chiqib ketgan bo'lardi, na Gruziya chiqib ketgan, tark etgan bo'lardi, lekin ming afsuski Rossiyaning siyosiy ambitsiyalari juda ham kuchayib ketdi. Ya'ni buyuk davlat maqomiga qaytish eng avvalo, masalan, Rossiya yuksak texnologiyalarni rivojlantirishga, IT texnologiyalarga, sun'iy intellekt masalalariga Rossiyada pul juda ham ko'p edi, lekin ming afsuski olimlar ham bor edi. O'sha harbiy sohaga sarflanyapti. Natijada mamlakatdan juda ko'p aql egalari qochdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida hanuz o'sha Rossiyadan kelgan aql egalari bosib ketdi. Ularga masalan yetarlicha mablag' ajratilyapti, moliya ajratilyapti. Agarki Rossiya birinchi mana shu iqtisodiyotini o'nglab olganida bugungi kuyga tushilmasdi. Bugun mana ertaga Armaniston chiqib ketadigan bo'lsa, bir kun kelib ertaga masalan bu qoidalar buzilaveradigan bo'lsa, Qirg'iziston ham tark etaman deydi. Xullas, hozirgi paytda shu tashkilotning bir kelajagi, istiqbolini ko'rish mumkin bo'lmayapti-da.